endi nima deydi? Achinarli bo'lsa ham aytaman, uncha-muncha doktorlar ajratib ola olmaydi. Uncha-muncha diagnostikada ajratib ola olmaydi. Buningiz 2,5 sm ekan, hali ham Alloh sevgan bandasi ekansiz, vaqtida bildingiz. Oldirasiz, bo'ldi, muammo yo'q. Payetapni hammasini qildirasiz, bitta order qilib borganingiz ma'qul. O'sha yerga pul kamroq ketadi, mablag' kamroq ketadi. Ana shu platniy qilib yotishga to'lagan summangizni dori-darmoningizga ishlatasiz agar order ola olsangiz o'zingiz tarafdan. Hozircha mana o'pkalar tinch, limfatugullar tinch. O'shaning uchun oldiring tezroq buni. Mana. Suray bularning pullarini vazirat qilib ber. Bir hafsala qilib yana bittaki. Opa, yana tushundim, yana qaytarib aytaman. U jidkostni sitologiya qilgani immunoy zararlangan to'qimadan olmagan. O'tda yillar davomida kalsinat holati bo'lgan sizda. Kichkinagina kalsinatcha bo'lgan. O'sha yashil suyuqlik kelib yurdi deysiz, o'sha payt kalsinat bo'lgan. Ana o'sha joyni o'zidan olmasa, uni atrofida hamma qismi hali zararlanib ketmadi-da sizda. Kichkinagina u. Sog' joyidan olgan, shuning uchun analizingiz yaxshi chiqavergan, tushundingiz? Qarasa bu o'zi kattalashyapti, sasokni tortishi boshladi. Tegidan sasok tortilib turibdi, siz unga ahamiyat bermadingiz. Shuning uchun men sizni hali bironta gistologiya ish narsangizni ko'rganim yo'q. Opa, sasok tortiluvmidi? Bitta xavfsiz narsa emas dedim. Bitta qo'lim bilan o'sha betib bera olmaski shu narsa. Ana o'shaning uchun zararlangan to'qimadan endi oldi, endi umuman boshqa zaключение beryapti sizga. Tushundingiz? O'shaning uchun hozir borasiz, orderni hal qilinglar, operatsiyani o'tkazing.